20 yoshingda qanaqa qilib X6 ga erishding? Okey, 15 yildan beri makulatura topshiraman, butilka yig'aman, metallolom topshiraman. Endi hayotim yaxshi bo'lib ketsa kerak. Yana bitta yaxshi X6 2012-yil sotuvimizda turgan edi. Diyor ukamiz keldi, mashinani ko'rdi. Qanaqa qilib, nima bo'lgan, kim uchun hozir o'zlari aytib beradilar. Ukam, va alaykum assalom. Obunachilarimiz uchun boyiga yetgan gaplarimiz bo'yicha aytaver. Unda hazillashdik bitta. Men hozir videografman. Da. Mana shu X6 ni oldim. Akamlarga oldim. Akam yaxshi ko'rardi shu mashinani. Da, молодец, красавчик, молодец. O'zi mashina yoqdimi? Restyling qilinganini, vidi, hamma narsa yoqyaptimi? Chotki bo'lib turibdi. Mobilograf bo'lsang, ish qilamiz birgalashib. Baklashkachi bo'lsang, keyin baklashka yig'ib berib yuboraman. Bolalar, hammasi hazil-huzul gap yo'q, yaxshi bola. Bizdan rozimisan? Roziman. Akang rozimi? Alloh xayrli qilsin. Xudo xolasa zo'r mashina olyapsizlar. Rahmat. Молодцы, молодцы. Kelinglar, xudo xolasa sizlarga ham xalq qilib beramiz.